o'ylayman prezidentini, davlatni, ustozlarini, ota-onasini bunchalik e'tibori bor talaba o'zini biror masalada nuqsoni bor deb his qilmasa kerak. Shunday bo'lishi ham kerak va albatta siz o'sha men aytganimdek tengdoshlaringizdan ko'proq o'zingizga, oilangizga, vataningizga, yurtingizga, prezidentingizga xizmat qilishingiz kerak bo'ladi yurakdan. Ona yurtim, mustaqil O'zbekistonim, tole yulduzing porloq, bog'-u bo'stonim. Shukrona deb kuylayin terma dostonim, shukr qilsak arziydi istiqlol uchun, bizga berilgan baxt u istiqbol uchun. Ozod diyorda esgay hurlik shamoli, obodlik bu farzandlar baxt u kamoli. Tinchlikdan chiroy ochmish yurtim jamoli, shukr qilsak arziydi obodlik uchun, vatan erishgan erku ozodlik uchun. Quyosh kulib boqqanim, kun chiqar o'lkam, chiroyingdan nur olib oy boqar o'lkam. Sen bunchalar go'zalsan, bunchalar ko'rkam, shukr qilsak arziydi hur diyor uchun. Laylu nahor har dami nur diyor uchun. Avliyolar beshigi ilmga konsan, ma'rifatli el mangu nurli makonsan. Shukrona deb sha'ningga aytamiz ahsan, shukr qilsak arziydi sharaf shon uchun. Ostonasi tillo yurt zarafshon uchun. Ko'zimizga to'tiyo aziz tuprog'ing, ko'ksimizday sarbaland azim har tog'ing. Ma'vo kabi maftunkor go'zal gul bog'ing, shukr qilsak arziydi gul chiroy uchun. Jannat uzra bo'y cho'zgan keng saroy uchun. Shukrulloh, sen burchingni aylabon qoyim, nazm aylagil beriyo vatanni doim. Tilda ash'or dilingda bo'lsin xudoyim, shukr qilsak arziydi vatan bor uchun. Ezgu niyat har ishda Tangri yor uchun. Rahmat sizlarga. Men juda hozir bu she'rni eshitib ta'sirlandim. Ta'sirlanishimning sababi ko'zi ko'rmasa-da qalbi bilan ko'rib shunday she'r yozgan bu talabamizga faqat va faqat tasanno deymiz. Qani edi 4 muchchasi sog'lomlar ham, hamma ham berilayotgan ne'matlarga, qilinayotgan ishlarga xuddi bu kishiday shukronaliklarni o'z xizmatlari bilan izhor eta olsalar.